Eski kiyimlaringni kiyib qayoqqa ketyapsan? Ona, men ishga ketyapman. Ishxonadagi bolalarga bugun o'zim bir osh qilib beray. O'zi qo'lingdagi bolalarning hammasi oshpaz bo'lsa, sen ularga osh pishirib berasanmi? Bir povurlik mahoratimni ko'rsatib qo'yay, ona. O'zidan ketib qolmasin yana. Bo'pti, yaxshi o'tiring, ona, men ketdim. Mayli o'g'lim, yaxshi borgin. Xo'p, ona. Assalomu alaykum. 31-avtobus shu yerdan yuradimi, bilmaysizmi? Uyalmisin, katta odam ayol kishiga gap otgan. Selim Yandex chaqirganmidingiz? Ha, men taksi chaqirdim. Voy tavba qildim. Hozir ayollarni ham tushunib bo'lmaydi. Ish qilaverlaring shu yerdami? Nima xizmat? Joy zakaz qiluvmidingiz? Yo'q, men e'lon bo'yicha istirab keldim. Halicha xo'jayinimizga kelmadilar. Siz mana bu yerda o'tirib turing. Kelsalar keyin gaplashamiz, xo'p? Mana bu tozalab chiroyli qilib qo'ylar. Ye. Katta oshpazimizga keldi. Tez qilmaysanmi oshni? Soat 2 bo'lyapti. Bosh shoritmagan avtobusga kelmoz, yomon ezilib bori. Hozir tayyor bo'ladi. O'rtoq, shashlik havuzga ish masalasida keldim men. Yaxshimisiz? O'rtoq, ertalabdan bir jinni orqamdan kuzatib yuribdi. Hozir telefon qilaman senga. Shu yerdamiding? Hali xayoldan ko'taribdi. Bittasi keldi ish masalasi bo'yicha. Shunday qarab qo'y. Keling. Siz jinnipun emasmisiz? Nimasiz meni orqamdan kuzatib yuribsiz? Qiziqchimisiz? Ne buni xayolga boryapsiz? Ish qidirib kelgan ekansiz. Shu xo'jayini men bo'laman. Uzr, siz haqingizda noto'g'ri xayolga boribman. Gaplarimdan xafa bo'lmang. Inson o'zi qanaqa bo'lsa, boshqalar haqida ham xuddi shunaqa xayolga boradi. Uzr, sizni ishga olmaymiz. Nima bo'ladi bilet hal qilmadinglarmi? Hozir 20 minutda boraman, xudo xolasa. O'tgan safar bordik-ku Dubayga. Shahlo! Menga qara, odamni joniga tegding-ku. Ertalabdan kechgacha o'tirasan faqat. Unda odamlarning xotiniga o'xshab kiyimlarimga qarab qo'ysang bo'lmaydimi? Menga baqirmasdan gapiring. Men siz xizmatkoringiz emasman. Men siz xotiningizman. Xizmatkor kerak bo'lsa, пожалуйста, olavering. Sandaqa xotinga men la'nat bo'lsin. Mashqa qo'yamiz. Qo'y. Tot, sekin. Malades, ani to'g'rilab yuboray endi. Rojan, nima qilasan o'zingni qiynab? Shuncha xodim turibdi. Boshlig'i bo'lsan. Qo'y joyiga. O'rtoq, qiziqchimiz, ha? Biz o'zimiz ham noldan chiqqanmiz-ku. Kimligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Yordam bersam, yordam beraman deb, o'zimning do'konim bo'lsa. Bo'ldi, qarama, o'g'ayma, zavodga borib bir qator bir ko'rib keling, ha? Ko'rishadigan hamkorlar bor edi. Siz ungacha ish bajarib turinglar, ishlik omad. Bo'pti, xo'p. Xullas, bu sotilgan mebel. Keyin men buni ham olaman degan. Yetkazib beramiz, xudo xolasa. Men bilan tozalab, chiroyli qilib qo'yinglar, xo'pmi, bolalar? Ke o'rtoq? Ha, xo'mizsan, nima gap? O'rtoq, bilasan, oilada ham muammolarni. Shunga sal bosh qotib qoldi. Siqilma o'rtoq, problema hammada bor, o'tib ketadi. O'rtoq, bitta savol meni juda o'ylantiradi-da. Mana sarkor do'konlar ikkitalab ochib tashladi indamaganda. Problema, tinim bilmaysan. Lekin nega doim xotirjam yurasan? Do'stim, erkak kishining xotirjamligi uni uyidagi ayoliga bog'liq bo'ladi. Agar u seni tushunsa, bu dunyoda seni yutug'ing bo'ladi. Agar aksincha bo'lib qolsa, qo'y shu narsalarni o'rtoq, yur undan ko'ra bir bor mazaq ovqatlanamiz.